Hozir qanaqa ko'mir kotyollar bor bilasizmi? Mana bugun hammasini tushuntirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Like, podpiska esdan chiqmasin. E'tiborli bo'lamiz. Yaxshilab joylashib olinglar. Ko'p narsani tushuntirib o'taman bugun. Ko'mir kotyol deganimizda hozir 3 xil variantlarda ko'mir kotyollar bor. Верхний горение, нижний горение и shneli variant. Hammasi aqlli, miyalar bilan jihozlangan bo'ladi. Mana bularda ham miya bor. Nijniy goreniyada ham miya bor. Даже gazli kotyolda ham miya bor. Aqllimi, aqlsizmi deb ko'p savol berilyapti. Hammasiga hozir bitta yechimlar, tushuntirishlar olib boraman, hammalar tushunib olasizlar. Mana verxniy goreniya kotyollarimiz eng kichigi 10 kilovatlik bo'ladi. Verxniy goreniya kotyollar ko'pchilikda pashti o'xshash ko'rinishlari. Endi to'g'ri, kimlardir bunaqa miya qo'ymaydi, oddiyroq qo'yib qo'yishadi. Izolyatsiya qilingan bo'ladi, kimdir qilmaydi. Unda farqi bor. И основной joyi teplообменnilar deydi, issiq olib qolish trubkalari. Bizda hammada kitob bo'lsa, bizda ham truba. Mana 3 ta trubadan pastga tushib ketadi, 3 ta trubadan qaytib chiqadi issiqlik. Maksimal olib qolish uchun yana buni issiqlikda aylantirib ushlab qoladigan narsalari bor. Endi verxniy goreniya bilan nijniy goreniya nima farqi bor deyishingiz mumkin. Shnellikni hozir gapirmayapman. Shnellik oxirida gapiramiz uni. Eng ko'p oilabop, ommabop hamma olayotgan kotyol ko'pincha mana xizmat qilayotgan kotyollar hozircha videoga olyapmiz. Gazvoy to'g'ri, endi gazi bor joy juda ham oz, gazvoy ham yo'q emas bor. Endi bir где-то 5% odamda gaz bo'lishi mumkin, qolgan yerda hozir gaz yo'q o'rtoqlar. Shuning uchun mana verxniy goreniya deganimizda mana shu videoni atay olyapman, tushunmaganligi kotyol istayotgan, oldin kotyolni yaxshilab tushunib olish uchun video olinyapti bu yerda. Bu yerda mana ichini ko'rsatganimizda 4 ta teshigi ochiq qolish kerak bo'lgan joyi bor bu yerda. Verxniy goreniya tepadan yonadi, o'z so'zi o'zi bilan tepadan yonuvchi. Mana shu 4 ta teshik ochiq qolguncha ko'mir to'ldiriladi. Tepasiga 4 ta o'tin tashlanadi, yoqib qo'yiladi. Yoqqandan keyin mana o'tin tutashgandan keyin ozgina yongandan keyin eshigini yopamiz, ventilyatorni yoqamiz mana. Ventilyatorni yoqdik, mana zaslonka ochiladi mana. Zaslonka ochiladi, o'sha havoni mana teshiklardan fudashni boshlaydi, o't yonaveradi. O'zini mana hozir 30 gradusda turibdi. 60 ga yetib borganda oqi ham bo'ldi, o'chadi, dam oladi kotyol. 50 ga tushmaguncha bir 28 minut, yarim soat dam oladi kotyol. Endi o'chib yonib ishlayveradi. Yarim soat dam oladi, 7 minut 8 minut atrofida ishlaydi. Endi bu narsa tepadan yonuvchi. Bunga endi yiriroq bo'lsa, jicha-picha tashlasa bo'laveradi, lekin aslida o'zi ko'mir yonib tugab olish kerak. Tagida cho'q qolganda, eng tagida cho'q qoladi. Bunasiga turib qolib shekilli. Mana shu yerda shunday ochamizda maydan cho'qlarni olib tashlashimiz kerak, qonun qoidasi. Cho'qni olib borib turib, mana ularni yana joyiga qo'yib, yangitdan managa ko'mirni yana to'ldirib, oshib qolgan cho'qni betiga solib qo'yib, qaytadan ish davom ettirishimiz kerak. Buni qonun qoidasi shu. Shuni hisobiga bu mo'riga umuman pashti tutun chiqarmaydi. Tutunsiz zo'r yonadi. Shahar ichlariga bo'lsa, mana shu verxniy goreniya kotyolni tavsiya qilamiz. Hali qo'shnilar injiroq odamlarga bo'lsa. Endi lekin bundan keyingi udobniy varianti shnellik bilan pashti birga bir ishlaydigan varianti bu bo'ladi. Lekin bular hammasi bir sutkalik kotyollar aslida. Bular mana hozir 15 talik kotyolni qo'ydik, prosta probaga ko'rsatgan. Buni 12 taligi ham bor, shunga o'xshashi. Lekin bundan jicha kattaroq bo'ladi. Bunga keladigan bo'lsak, buni pastdan yonadi bu. Bu yerda ventilyator ham mana ko'rgan bo'lsanglar, eshigida pastda. Eshigida ham mana zona goreniyaga ek qator teshigi bo'ladi. Tepadan yonadigan yerga alohida, pastdagi turbalar tagiga alohida havo beriladi, ikki tomonlama. Endi bega birinchi yoqishdan oldin nima qilinadi? Bega birinchi o'tin tashlanadi. O'tin tashlangandan keyin qog'oz tiqib turib yoqib qo'yiladi. Bu yonib jicha alanga olgandan keyin ustiga ko'mir to'ldirib qo'yamiz. Ustiga ko'mir to'ldirib qo'yganimizdan keyin bo'ldi. Eshiklarni yopib qo'yamiz, o'zi yonaveradi. Bu ham xuddi shunday bunga o'xshab mana elektronikasi bor. Elektronikasini yoqqanimizda mana ventilyator ishga tushadi. Mana zaslonka ochildi, mana ventilyator ishga tushdi. Bu ham mana 31 da turgan bo'lsa 60 ga chiqadi, o'chadi. 50 ga tushmaguncha yarim soat dam oladi, kotyol yonmaydi. Endi cho'pli pol bo'ladigan bo'lsa, bitta narsani aytibki, 2 sutka ko'proq sut qiladi. Bu kotyolning buni qizig'i yo'q. Qanaqa kotyol bo'lishidan qat'iy nazar, betondan qizib olguncha, radiatorda uni qizig'i yo'q. Tezda isiydi. Tezda hamma yo'q hal bo'ladi. Endi bu yerda ham trubni teplообменник. Bu yerda endi 3 marta aylanadi issiqlik. Bu 4 ta turbadan tepaga chiqadi, 4 tadan pastga tushadi. Yana 4 tadan tepaga qaytib chiqadi. Bularda ham o'zini mana teshilgan temirchalari bor. Issiqlikni maksimal olib qolish uchun mo'ljallangan. Mana shu turbalar ichini haftada bir marta tozalash shart. Haftada bir marta.
Endi misol sizlarga bitta narsani tushuntiraman. Nijniy gareniya kotyolni bitta zo'r afzalligi, xohlagan paytingiz ko'mir tugamasdan, siz vaqtingizga qaraysizda, shunday tashlab qo'yasiz. Buni kutadigan bo'lsangiz, buni kutmaysiz. Xohlagan paytingiz kelib ko'mir solib qo'yaverasiz. Ko'mir solib qo'yaverasiz, yarim bo'lib qoldi deylik, yoki jincha qoldi. Ustiga to'ldirib qo'yaverasiz. Yonaveradi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yomon tomonlarini aytadigan bo'lsak, yomon tomonlari mo'ridan har yarim soat o'chib yonganda ozgina tutun miqdori bo'ladi. Ozgina, unaqa ko'p emas, ozgina tutun miqdori bo'ladi. U ham 10 sekundga. Shuning uchun bunda endi qo'shlar zicha-bicha injiroq bo'lib qolsa, qo'qqisdan endi 10 sekunddan tutun beradi, yarim soatda 10 sekund tutun ko'rinadi, baribir iloji yo'q-da. Nijniy gareniya. Sababki bunkerning ichida har doim tutun to'plantiruvchi yer hisoblanadi. Ventilyator qayta ishlaganda uni olib chiqib ketadi yoqib. Lekin ashingacha ozgina tutun ko'rinadi. Shu narsasiga minusiga ko'nsanglar, bemalol qo'ysanglar bo'laveradi. Misol 15 talik kotyolimiz deylik, mana shu 15 kilovatlik Nijniy gareniya kotyolimiz mo'ri 7 metrdan kam bo'lmasligi kerak va uni stiklovator bilan o'rab qo'yish kerak, izolyatsiya qilib. Shu bu kondensat oqmasligi uchun ichiga. Endi haftada bir tozalashni aytdik, miyani aytdik. Endi buni ligirovkalari bor, oraliq masofalar bor, uni ham tushuntirib o'tamiz. O'zimning klapan mana обязательно bor, 3 barga, gradusniy bor. Bitta narsani bilib olinglar, mana ko'mir kotyol qo'yapsizlar, esimga tushganda aytib bersizlarga. Ko'mir kotyolda, любой ko'mir kotyolda qizig'i yo'q. Endi основной mana shu ko'mir kotyol, nijniy verniy ko'mir kotyollarimizda bitta narsani esdan qolinglar. Ko'mirda cho'g'ini bari o'chirib qo'ya olmaysizlar o'rtoqlar. Issiq berib turadi o'zidan. Закрытый sistema qilsam bo'ladimi degan savol kerak emas bunga. Закрытый sistema qilib bo'lmaydi o'zi aslida. Sababki ko'mirda suv quyib o'chirib qo'ya olmaysiz, suv o'chib qolsa. Yoki UPS обязательно turishi kerak, zapasi bilan akkumulyator zo'r bo'lishi kerak. Nimaga? Qaynab ketish degan narsa, zirnoy klapanlar ishlab ketish degan narsa bosh og'riq hech kimga kerak emas. 50 litrli, 60 litrli plastmassadan открытый расширительный bachok qilib qo'ylar, bo'ldi. Bu narsadan oshchasi tosh chiqib turaveradi ancha-muncha. 1 soat, yarim soatga o'chgani bilinmaydi. Lekin haligi закрытый sistemamizda hech qancha suv olmaydi-da. 12 litrli расширительный bachok qo'ydik deylik, ichida bo'lsa 5 litr, 6 litr suv bo'ladi. Qiziganda kotyoldagi suv bari ko'tariladi gradus. Ishadi. Ishgan suv qayerga ketish kerak. Oxiri расширительный ichi to'lib, suvga to'lib bo'lgandan keyin mondan chiqib ketadi majbur. Shuning uchun расширительный открытый qilib qo'yinglar uni. Bo'ldi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Endi yana bitta narsa, endi ko'mirga keladigan bo'lsak, uyga ko'mirga ko'p narsa bog'liq. Допустим, deraza 2 qavat, tomda loy bosilgan yerlar yaxshi. Endi ko'mirga keladigan bo'lsak, ko'mir rasxodlariga keladigan bo'lsak, hammada har xil bo'ladi. O'rtacha me'yorni aytamiz. Aniq manaqa deb aytib bo'lmaydi, lekin o'rtacha me'yor. Bularga 1 sutkada mo'ljallangan hammasiga. Mana misol sechka, areshka o'rtacha yong'oqdek nohotdek ko'mir soladigan bo'lsak, bunkerga 35 kilo ko'mir sig'adi. Yoki mushtdek ko'mir soladigan bo'lsak, mana shu 15 kilovatga mendan gapiraylik hozircha. 30 kilo ko'mir sig'adi maksimum. Endi bu ko'mir bilan o'rtacha 30 soat yonishi ham mumkin. Belalma bo'lsa 35 soat yonishi ham mumkin. Yoki bo'lmasa qozoq ko'miri bo'lsa o'rtacha 1 sutka yonadi. Endi o'zimiz Angliyadan ko'mir bo'lsa 18 soat, 20 soat atrofida yonib beradi. Endi unda ham yiriroq bo'lsa. Endi misol turpog'ini yonami degan savollarga ham javob bor. Endi buni ko'pchilik yaxshi uni biladi. Turpog'ini namlab qo'yib salofanga tashlashyapti yoki tog'oraga yutib qo'yib turib, keyin sindirib tashlashyapti. Unda bo'laveradi. Nijniyga umuman o'zi turpoq mumkin emas. Turpoq yoqadigan o'zi aslida kotyol yo'q desak ham bo'laveradi. Pili ugunli kotyollar bor endi, changini yoqadigan горелкалар bor, u boshqa narsa endi u. Bular nijniyga, verniyga quyuq emas, hech bo'lmasa nohotdek ko'mirlar bo'lsa, ekonomishni fudab uchirib yubormasdan zo'r yonadi. Turpoq ko'mirda ventilyator ikkosidan bari bor, fudaganni isrof qilib uchirib olib yonadi. U hech kimga menimcha kerak emas. Jinni nami bilan bo'lsa, mayli, solinglar, u yonishi mumkin. Namsiz quruq ko'mir yonmaydi o'rtoqlar. Yonsa ham misol verniy yaxib olishi mumkin, to'g'ri. Lekin u ham isrof qilib, misol 12 soat yoqadigan ko'mirini 6 soatda yaxib bo'ladi. Tugatib bo'ladi haligini. Chola yonib uchib ketadi. Keyin qo'shnilarga ham ziyon tegadi. Shuning uchun iloji boricha mayda ko'mir yoqmoqchi bo'lganlarni telefon qilib so'rashadi. Mayda ko'mir yonam. Mayda ko'mirni undan ko'ra salofanga namlab turibmi yoki bir tog'oraga ho'llab qo'yibmi, sinib tashinglar. O'zingizlarga ham uzoq yonadi birinchidan, ikkinchidan chang-pang bo'lmaydi. Har tomondan ekonom bo'ladi. Kamroq qaraysizlar, kotyolda ham kamroq bo'lasizlar. Endi hozir mana belalmalarni 1250 so'm, 1300 so'm deyapti.
Sechkasini ham, areshkasini ham. Uni olsanglar, vahshiy o'zi bir sutka buni bemalol yonaveradi bunda ham. Bunda 25 kilo ko'mir sig'adi. Agar sechka bo'lsa, agar yirikroq bo'lsa 20 kilo. Undan oshmaydi. Qozoqda o'rtacha bir sutka bu ham, qirg'izda 30 soat bemalol yonib beradi. Endi angren ko'mir oladigan bo'lsa, где-то 16 soat, 18 soat atrofida yonadi. 20 soatga borib bormay. Bari angrenning quvvati pastroq o'rtoqlar. U quvvat sug'urib olmaguncha yonaveradi, bari ishlayveradi. Shuni bilib olinglar. Iloji yo'q, ash energiyani sug'urish kerak. Sug'uradi, keyin ishlaydi bu. Buni ham misol afzallik tomoni bor. Uni ham afzallik tomoni. Qaysi biri sizlarga ma'qul bo'lsa, shuni qilaverasizlar. Faqat haftada bir marta mana shu tozalash esdan chiqmasligi kerak. Mana shu olasizlar, tozalash qanday bo'ladi deganlarga mana o'zini shompulini olinadi mana. Eksportdan yurgizib yuborasiz, bo'ldi. Bunga ham tashimni eksportdan yurgiziladi, bo'ldi. Top-toza bo'ladi. Endi buni yonboshda eshikchasi bor. Yonboshda eshikchasini ochib turib, mana shu yerdan shu qora kunlarni, buni o'zining temirchasi bor. Mana shu temir bilan tortib yuboriladi. Bular ham qo'lda bo'shaydi mana. Barashkasi bor. Monda ham barashka bor mana. Qo'lda bo'shatasiz, ochasiz, olasiz. Nariginda ko'rsatsa, udobniroq bo'lsa kerak menimcha. Endi tepani tozalab bo'ldingiz, pastiga o'zing temir bilan siz monda tortib yuborasiz. Bu mashina tortib tushirib yuborasiz ichidagi qora kuylar. Tepasiga ham bitta bittasiz. Bo'ldi. Shu bilan ichi top-toza bo'ladi. Haftada bir marta mana shu yerda ochib, tozalab qo'ysangiz, teplab beradi. Bo'ldi. Oshcha muammo bo'lmaydi. Endi yana bitta narsa, ko'mirni har kuni bir marta solamiz. Как обычно, har kuni bir marta misol bunga ham solindi. Kulini pastdan olib Past eshigini olib turib, bu yerdan kulini olib qo'yamiz. Mana shu pastdan kulini olinaveradi. Keyin nijniy galini olganlarga bitta narsa mana men olib keling-da kamerani. Mana shunda cho'yani bor mana. Mana qimdek siz chiqadi. Uyingizga yetib borganda mana cho'yan tushib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. U qo'shimcha ko'mir o'tib ketmasligini ta'minlab turuvchi narsasi. Buni ichkariga surib qo'yish shart. Buni shart surib qo'yish kerak ichkariga. Ana shu yerda shunday ichkarida turish kerak. Ana shu esinglardan chiqmasin. Nijniy kotel olib ishlatayotganlar bizdan. Mo'rini misol 3 metr, 4 metr qo'ysam bo'ladimi degan savollar bo'lyapti. Yo'q, bo'lmaydi. 7 metr minimalni qo'yish kerak. Nimaga degan savolingizga ham javob bor. Uni ham tushuntirib o'taman. Endi bu yerda mana 3 qator turba bor. Kelaylik, bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana 3 qator turba bor, to'g'rimi? 1, 2, 3 qator. Birinchi qatordan issiqlik yonib olov chiqadi, ikkinchi qatorga tushib ketadi. Keyin uchinchi qatorga qaytib tushib ketadi. Endi mana mo'riz agar kalta bo'ladigan bo'lsa, mana uning ichida tiqilish ko'payadi. Agar mo'ri 7 metr balandlikda bo'lsa, bunday ancha-muncha kullar ham mana atsekka o'tib ketadi-da, buni tagida to'planadi. Musurning yashigida to'planadi, orqasida yashigi bor. Orqasida yashigini ko'rsatmayapmiz. Keling, mana shuni ko'rsatib beraylik-da. Yashik bor, yashikli qoplog'i bor mana barashkalik. Bular ham ochiladi. Haftada bir marta mana shu yerda ham reviziya qilib qo'yish esdan chiqmasin. Bu yerda kul to'planadigan joy bo'ladi. Ancha-muncha kul bunga ham o'tadi, baribir iloji yo'q. Mana shu yerda ham ochib ko'rib qo'yiladi. Lekin uyingiz issiq, maza qilib yashaysiz. Bir haftada 10 minutga 10 minut, 15 minut vaqt ajratish kerak mashinalarni tozalashga. Ana shuning uchun 7 metr qilsangiz, sizda ko'mir tiqilishlari, yaxshi yonmay qolmasliklar degan narsalar bo'lmaydi. Ventilyatorga keladigan bo'lsa, ventilyatorni ham bitta tushuntiramiz mana. Ventilyatorni hozir polniy qilib qo'ydim. Ishladi, vozillatib haydayapti. Endi buni shunday qilishimiz mumkinki, pasaytirib qo'yamiz mana. Minimal holatga qo'yib qo'ydim mana. Mana. Minimal holatda turibdi. Buni bunday qilsam o'chadi mana. Bunday qilsam yondi. Mana shu minimal holatda ham yetadi. Agar sizda mo'riz 7 metr bo'lsa, ventilyator mana shu holatda ham yetadi. Qizdirib olganingizdan keyin gradusda bir 15 minut, 20 minut gradus ko'tarilib olgandan keyin. Uje undan keyin unaqa baland оборот kerak emas. Gradus ko'tarilguncha to'g'ri, maksimum qo'yib qo'ying. Undan keyin pasaytirib qo'ysangiz bo'laveradi. Mana. Sekin nomiga futab turadi. Ana shu alanga o'zi issiqlik yetadi. Buni baland qo'yib yuborsangiz, rasxodingizni ko'paytirib oladi. Buni minimal qo'yib qo'ysangiz, 3 dan 1 ga qo'yib qo'ying. 30% quvvatda ishlasangiz, ventilyator mana shu sekin tezlikda. Unga bitta marker bilan belgi qo'yib qo'yasiz. Endi yuzda to'k past baland bo'lishi mumkin. Ana shunga qarab markada belgi qo'yib qo'ysa bo'ladi. Endi bularda mana 150 kvadratlikda necha kvadratgacha qo'ysangiz zo'r deyishingiz mumkin.
oddiy xonadonlarda, oddiy uylarda bo'lsa, endi izolyatsiyasi o'rtacha oddiy uylarda desak, 150 kvadratmi? Uyingiz 15 ga 10 bo'lsa, qo'ymay olib qo'yavering, zo'r isitaveradi. Endi ichini 150 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, izolyatsiyalar yaxshi bo'lsa, unda ham bo'laveradi. Ana shuning uchun adashmaslik uchun iloji boricha 15 ga 10 mi? Tashqaridan unchagangiz 150 kvadrat yo 145 kvadrat chiqsa, yoki maksimum 155 kvadrat bo'lib qolsin, qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Keyin o'tinni ko'p yoqaman desangiz, necha zapas bilan olganingiz yaxshi. O'tin ko'proq sig'adigan bo'lib qoladi. Qirg'iz ko'mir yoqadigan bo'lsangiz, qizig'i yo'q, bemalol birga bir tushaveradi, zo'r isitaveradi. Ko'mirlarga ham bog'liq bu narsalar, ko'p narsalar. Endi qo'shnisi injiq odamlar uchun buni tavsiya qilamiz, verniy gariniyani. Gradusni nijniga nisbatan jicha tezroq ko'taradi, ozgina tezroq ko'taradi. Lekin ustimiz hisob bo'lmaydi, ash tomoni bor endi, minus tomonlarda. Mo'riga tutun chiqarmasligi ash tomonlariga bitta plyusi bo'lsin, bu tomondan bitta minusi bor. Endi har bittasini o'zining aybi bor. Endi gazli kotelkalar ham bo'lsa, endi faqat gazi borlar uchun tavsiya qilamiz. Bu avtomat garelkalar bilan o'zi o'chib yonib ishlaydi. Bu ham zo'r. Bu 100 kvadratdan boshlanadi. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsa, narxlarni ham bitta aytib o'tib degan bo'lishingiz mumkin. $650 dan bularni beramiz. Endi oraliq masofalarni aytaman dedim, sizlarga mana hozir ko'rsatib beraman. Piber chiqdi mana. Setni 3 sekund bosib tursa, mana bu piber chiqadi. 1, 2, 3 marta bossangiz, OH harfi chiqadi. Mana 10 ga qo'yib qo'yganmiz. Uni xohlasangiz mana 15 ga olsangiz bo'ladi. 15 qilib qo'ysangiz, u nima deganingiz deyishingizga endi u ham savol bo'lishi mumkin. Nima u desangiz, 60 gradus biz qo'ydik. Oqi ham 60 gradusga borganda kotel o'chdi. Qayta yonishi endi 45 ga tushmaguncha qaytib yonmaydi. 60 gradusdan minus ayrivoradi, 15 ni biz qo'ygan 15 ni. Bu degani ko'proq dam oladi. Endi yarim soat emas, 35 minut, 40 minut ham dam oladi kotel. Ko'mirni yana ham ekonom qilib beradi desangiz, ashuna qilsa bo'ladi. Hadi balik oddiy termostatlarga o'sha o'chib yonib ishlayvermaydi. Har 5 gradusda, 3 gradusda oraliq masofa ash tomonlarga zo'r foyda beradi. Bu kerakli narsa demoqchiman. Juda ham foydali narsa. Agar buni o'zgartiraman desiz, mana aytganimdek, buni yana o'zgartirib qo'yaylik, o'rtacha 10 ga qo'yib qo'yamiz. Ko'p gazli kotellarda ham, zavodskiy gazli kotellarda ham xuddi shunaqa 10 gradusda farqi bilan ishlaydi. Bunda ham xuddi shunday. Endi zaslonkalarni ligirovka qilib qo'yilgan bo'ladi. Mana ventilyator shunda yoqishingizga ochdi. O'zi mana ochildi, ishladi. Mana shabada uryapti. Buni o'chirsak, ventilyator o'chishiga bu ham yopiladi. Yopilgandan keyin havo bormaydi, o't ham o'chadi ichida. Endi haqiqatda to'g'ri hozir bitta eslatib o'tdi. Mana nijniy gariniyamizda gazni ekonom qilib yoqa oladi, verniyga nisbatan. Nimaga degan savolga, bunkerni ichida tepasi bekiydi buni. Bunda tepasi ochiq, issiqlik tepada yuradi. Bunda tepa bekik. Mana ko'ring-da, bunda tepa ochiq. Mana, bunda tepa ochiq, issiqlik mana shu tomondan yuradi. Sirans yegani o'tib ketadi, bunker pashti issiq olib olishga ulgurmaydi. Nijniyda issiq mashiga to'planib oladi. To'planib olib oshib qolgani 3 marta aylanib ketadi. Shuni hisobiga gazni bu ekonomishliroq ishlaydi. Chin verniyga nisbatan bu ekonomishli hisoblanadi. Gaz bor odamlarga. Uni ham tavsiya qilamiz. Gazim bor desa, sirazi nijniyni aytamiz. Agar gaz yo'q bo'ladigan bo'lsa, qizig'i yo'q, buni ham qo'ysa bo'laveradi. Lekin udobstvo tomonidan baribir nijniy yutib ketadi. Xohlagan payt o'tinmi, ko'mirmi, pokrishkami, rezinkami, любой narsani ustiga tashab qo'ygani zo'r. Faqat buni razmer og'zidan katta bo'lib ketmasin. O'ziga tushadigan razmerlar bo'lsa zo'r bo'ladi. Shuni soqsangiz, bu ichiga tashlanib qolsin, qisilib qolmasin. Iloji boricha kichikroq narsa bo'lsa, shuncha yaxshi. Katta narsa qisilib qolishga ehtimolga. Ko'mirda ham ondamondalar tashab olsa bo'ladi, lekin qisilib qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha mushdan katta bo'lmagani yaxshi ko'mirda. Bunga ham. Yonishi ham osonlashadi, ilashib ketishi. Keyin sizga buning ichida tiqilib qolmasligi ham oson bo'ladi. Qancha katta bo'lsa, shuncha tiqilish degan narsa paydo bo'lib qoladi. Yerda bar qo'yiladi, qo'shimcha gradusnik qo'yiladi. Mana shu narsasi bo'ladi. Polni bu ham izolyatsiya qilingan bo'ladi. Xo'p, bular mo'riga umuman siz chiqarmaydi, bu ham o'ta zo'r. Nariginda gaz yoqqaningizda umuman pashtimda ham siz chiqmaydi. Даже mo'rlarning ustiga ham titan qo'yib bo'lmaydi. Titan qo'ysangiz, titaningizda suvni isitmaydi, foydasi yo'q o'rtoqlar. Titan qo'ysamchi degan savollar iltimos bermanglar, u kerak emas. Titan qo'ya olmaysizlar. Qo'yganlar bilan u isitmaydi. Nimaga? Kotel o'zi yarim soat dam olsa, 7 minut ishlasa, unda ham u mo'riga issiq chiqarmasa, u nima kerak bu? Bizda shunday hisoblangan, hammasini suvda olib qolishga mo'ljallanganmiz. Suvga cho'plib bo'ldi. Kosvenniy boylar qo'yib qo'ydi, eng zo'ri.
yo teplab men yo ko'sini bo'lib qo'yib qo'ylar bo'ldi. Ko'sini bo'lib menimcha yaxshi narsa bo'ladi. Sababki yozdi kunida, ha? Uni tenti bor, tentidan ishlataverasiz. Tentidan foydalanib. Endi qishga kelganda bemalol ko'mir yoqqaningizda suvingizni isib olaveradi. Menimcha ko'sini boiler to'g'ri jicha qimmatli qilishi mumkin kimgadir. $360 atrofida o'zim menga ham qo'yganman, $360 ga olingan. 100 litrligi. Uni lekin zo'r tomoni mana yozi bilan bemalol tentda o'tiraverasiz. 1,5 kW ichida tenti bor. Qishda o'sha tentini o'chirib qo'yasiz, kuz kelganda kotel yoqishni boshlaganingizda, qish boshlangandan keyin kotel yoqqaningizdan keyin unga ham bitta sirkulyatsion nasos обязательно bo'ladi. Bemalol isitib beraveradi. 100 litr suvingiz постоянно shu mana kotelni 60 ga qo'ysangiz, shu 60 gradus 100 litr suvingiz har doim bo'ladi. Cho'milish, ovqat hamma narsaga ishlashi mumkin. Xo'p, mo'riga keladigan bo'lsak, yana mo'rini eslatavering, hamma esdan chiqmasin. 10 talilarga minimalni 6 metr, o'sha bular nijniylarga eng kichigi ham 7 metr. Endi kattalari bor mana. Mana 18 talilar bor. Buni ham ko'rsataveraylik. Mana 18 talik kotellarimizga o'sha bo'yi ham baland buni. Bunga 8 metrdan kam qo'yilmaydi. Обязательно bunga 8 metr qo'yasiz. Mana bu tomonga o'tingmi, mana ichini ham ko'rsatamiz. Bunda ko'mir sig'im ham katta o'sha 42 kilo bo'ladi. Mana ichini ko'rsating-da. Mana 42 kilo ko'mir sig'adi bunga. Bittadan sig'ib ketaveradi. Ha. Bu kattaroq, chuqurroq bo'ladi bunda hajm. Bunga demoqchiman 8 metrdan kam qo'yib bo'lmaydi. 22, 30 bularga hammasiga eng kamida 8 metr. O'sha 40 kilovatdan boshlab nijniylar 40, 50 lari bor. Ularga hech bo'lmasa 9-10 metr qo'yishingiz kerak bo'ladi. Unga naborot yana ham balandroq bo'ladi. Unda aylanish yana ham katta. Qancha aylanish ko'paysa, iloji mo'ri baland bo'lmasa yaxshi tortmaydi. Xo'p, endi shineli variant keladigan bo'lsa, uni ham bitta tushuntirib o'tib ketamiz. Pauza qilib turing. Sizmi? Endi mana garelkasini e'tibor beramiz. Bu mana bunkerlik kotellarimiz. Bular ham hali yangi ishlanmagan, lekin bular rosa kam sotiladi. Sabab endi to'g'risini aytishgan injiq. Nimaga injiq deganda, ko'miringizni iloji boricha bunga qozoq yoqish kerak. Birinchi o'rinda. Ikkinchisida mana kichkina yerda yonadi, mana ko'rsangiz mana ozgina yerda yonadi bu. 1 kilo, 1,5 kilo atrofida ko'mir yonadi. Shuni hisobiga bunker tagi mana uskiy bo'ladi. Bunker tagini oling. Mana bunker tagi mana kichkina bo'lib ketgan. Shuning uchun ko'mir jicha nam bo'lsa bo'ldi, bir 10% nam bo'lsa buncha tagi qisilib bo'ladi. Pastga tushmay qo'yadi. Ko'mir nam bo'lsa ham yonaveradi degan gaplarga ishonmanglar, u yonmaydi. Bu ham zo'r kotel, lekin qozoq ko'mirda. Mana bu ichilarini ko'rsating-da tepadan kamerani olib. Mana bularda ham turbali, polni mana temirchalari bor, issiq olib olishlar go'zal buni ham. Lekin degan joyi bor. Injiqligini hisobiga biz to'g'risini aytamiz. Ko'mir jicha nam bo'lib qolsa bo'lmaydi. Angren ko'mir bo'lib qoladigan bo'lsa, issiqlikda ham to'g'ri quyqumi endi angren ko'mirimiz yonadi, juda ko'p kul uchib ketadi. To'liq yonmasdan chiqib ketadi. Shuni hisobiga odamlar qiynalib qoladi, gradus ko'tarilmay qoladi. Quvvat pastligini hisobiga mana 300 kvadratlik kotel, допустим, 300 kvadratga qo'ydi deylik. Angren yaxyapti deylik. Angrenda sovuq tushib qoldimi? Sovuq tushmaguncha plus 10-15 gradus o'tib turganda gradus ko'taradi. 60 gacha olib chiqadi qiynalib bo'lsa ham. Lekin o'sha 0 ga tushib -5 o'tib qoldimi? Bo'ldi. 45-47 olib turib oladi. Qozoq olsangiz aytgan gradusga olib chiqadi. 60-70 olib chiqa oladi. Shuni hisobiga bularda to'g'risi injiqliklarni hamma plus-minusni aytib sotamiz. Hali bunaqa bu narsalar misol kamroq ancha sotiladi. Yo'q, lekin mashinadan qo'yaman deganlarga gap so'z yo'q. Uni ham qilib beramiz. U ham yo'q emas bor. Shuning uchun bularda xohlagan buni kotellarimiz любой gradus ko'tara oladi. Любой ko'mirda. Endi kitoblik bilan turbalikning farqi nima dedingiz? Mana kitoblik kotellar manaqa bo'ladi. Kitob bo'ladi ichida. Suv faqat mana shu kitobning ichida bo'ladi. Issiqlik mashina orasidan aylanib chiqib ketadi. Endi mashina orasidan aylanayotganda tozalash jicha muammoroq bo'ladi. Buni bunday qaraganingizda tozalagingiz anjomingiz yoqqa o'tib ketadi, yaxshi tozalay olmaysiz dakansa. Taglarni eng oxirlarini tozalay olmaysiz. Qiynalasiz. Eng taglarni. Nasa qiyin bo'lib qoladi. Turbalik bilan endi kitoblikda konkretni farqini tushuntiradigan bo'lsam, turbalikda buni temir anjom oxiriga bir xil tushib chiqadi. Yoqqa bu yoqqa qochib keta olmaydi. Kitoblikda, kitob orasini tozalayman deyotganingizda, toshni dakansiz tozalash qiyin ekan haqiqatda. Bitta solayotganingizda u yoqqa bu yoqqa ketib qoladi. Taglarga borganda kuchingiz yetmay qoladi. Yarmiga yaxshi qilib tozalashingiz mumkin. Undan yog'ida qiynalib qolasiz. Turbada iloji yo'q.
Jicha plotnirovi bitta solib oxirigacha solib tepaga ko'tarasiz. 2 marta qo'lingizni tushirib chiqarsangiz bo'ldi, tozalanib qoladi. O'ta oson tozalanadi. Faqat haftada bir tozalab tursiz. Agar cho'zib olib bir oyga olib borib qo'ysangiz, qiynalib qolishingiz mumkin turbada ham. Lekin turbani tozalash baribir qulayroq, osonroq. Kitobga nisbatan. Nechta kitob katalog ko'rgan bo'lsak, hammasida taglari yonlar qolib ketib qoladi. Turbada shompul bitta kiradi, oson tozalanadi. Va turbada shaxmat bo'lib, bunaqasiga ham suv aylanadi, tez isitadi. Bu degani bir 30% ga ko'mir ekonom qilib bera oladi. Chem kitob katalogdan ko'ra turbali katalog. Turbali katalog o'z-o'zidan jicha qimmatroq bo'ladi. Shuni hisobga oling. List tonnasidan 2 barobar qimmat turban tonnasi. Rossiyskiy turba bo'lib ham. U chakli O'zbekiston turbasi emas. Ana shuncha 2 barobar qimmat bo'ladi. Допустим, 10 million bo'ladi desam, bu 20 million bo'ladi o'rtoqlar. 2 barobar farqi bor pulida ham. Shuni hisobiga turbali katyolni avtomatik puliga pul qo'shiladi. Qimmat ekan, arzon ekan degan yerda ashirgan farqi bor. Sizga yana bitta narsasini aytib o'tib ketmoqman. Turbani допустим, esdan chiqib qoldi, tozalamay qo'ydingiz deylik. Oradan endi где-то bir 2 hafta 3 hafta o'tib ketdi-da, tozalamay qo'ysiz, teshik kichayib qoladi. O't yonmay qoladi avtomatik. Mana bu eshikni bitta ochsangiz o't yonaveradi. Yopishingizga o'chib qolaveradi, ventilyator virillab ovoz chiqarib qiynalib qoladi. Shabadan mashina o'zida aylanib qoladi. Sababki turbalar tozalanmagan. Birarga odamlar, "Buni tozalash kerakmi?" deb turib kelgan esiga tushadi, buni ochib tozalab bo'lgandan keyin kelgan ishlaydi. Даже ventilyator kuyish holatiga ham kelishi mumkin. Kitoblikda unaqa narsa yo'q, turbalikda shunaqa narsalar bo'lib qoladi. Mo'rini har doim izolyatsiya qilsanglar, steklovata bilan. Masalan, 6 metr mo'ri oldinglar, mana mashkatolga deylik. 6 metr temir turban oldinglar. Azbest qo'ymanglar, temir qo'yaveringlar. Ertadan keyin misol bir oydan keyin qoqqan ham oson bo'ladi. Temir turban yerda shunday 1 metr eni bilan tashlab olib turib, o'rab ko'shlab, xolasini ustidan ingichka sim bilan baylab turib qo'yinglar. Bunga kondensat oqmaydi. Bunga oqmagandan keyin buning ichiga ham kondensat tushmaydi. Teshiklar tiqilishi ozayadi. Endi katyollarga keladigan bo'lsak, katyolning podporkalari juda ham ko'p. Bosimga zo'r chidaydi. Lekin u degani zakritniy sistema qilib olsin degani emas. Baribir открытый sistema qilishingizni tavsiya qilaman, sababki katyollarimiz baribir hammasi ko'mirlik. Ko'mirni cho'g'ini o'chirib qo'yib bo'lmaydi. Buni tushuntirdim, aytdim. Endi bularni mana birinchi holati. Endi bosim beradigan holatiga yetib kelyapti. Bo'ldi mana hamma yo'g'ini pastga qo'yib bo'ldi. Mana rezbalarni qo'yib qo'ysa bo'ldi. Bu 20 talik verniy galiniy katyolimiz. O'ng tomon tozalov bilan. Tozalovlarni aytmabsiz haqiqatda. O'ng tomon, chap tomonlari bor katyollarda. Buni yana bir qator tushuntirib ko'rsatamiz. Tashqarida ham katyollarimiz bor. Katyollarning o'ng tomon, chap tomonlari bo'ladi. Tashqariga chiqaylik, ko'rsatamiz ularni. Keyin bizda ko'rsatib qo'yingda. Hammada pol avtomat sim bilan qo'yiladi. Bizda elektrod pastda ishlatilmaydi. Elektrod juda ham kamdan kam navoda teshik chiqib qolgan paytda teshik yopish uchun ishlatishimiz mumkin. Bitta yarim elektrod. Boshqa payt bo'ldi, pol avtomatda qo'yiladi. Chaklarga ham e'tibor berib shinasiga. Keyin eshiklar ichki tomoni ham, tashqi tomonlari ham bukiladi. Katyolda maksimal joy bukiladi. Bukila olmagan yeriga keyin svarka chaki tegadi. Iloji yo'q. Endi katyolga keladigan bo'lsak, mana buni katyolga e'tibor bersangiz, bu chap tomonli katyol mana. Tozalov chap tomonda. Buni o'ng burchakka qo'ysangiz bo'laveradi. Bu ham xuddi shunaqa chap tomon. Buni xuddi shuni o'ng tomonligi ham bor. Chap tomonda qanaqa bo'ladi? Burchakka qo'ysangiz, o'ng tomonlar bor. Mana pastdagilar o'ng tomon turibdi, ana to'g'ridagi o'ng tomon. U endi yig'iladi, miyalari, ventilyatorlar endi qo'yiladi. Mashkatyol keladigan bo'lsa, uni burchakka qo'ygandan keyin mana chap tomonga eshik ochilaveradi. Xalaqit qilmaydi hech narsa. Bu ham shu bu tomonga ochiladi. Faqatgina tozalov eshigini bu tomonga ochamiz. Devor bo'lganda ham devorga tegib turaveradi. Mana bemalol olib tozalov qilaverasiz. Mana yonboshdan sizga dostуп bo'lish kerak. Mana shu yerda hech olmaganda joy istor bo'lsa, mana shu yerda 0,5 metr, 1 metr mana shu joy bo'lsa, sizga katyolni yoniga kelib tozalashga boshqa udobniy bo'ladi. Tak, endi nimaga keladigan bo'lsak, mana o'ng tomonniki, uni teskarisi, buni ham ko'rsatib beraylik-da. Mana. O'ng tomonniki eshigi ham o'ngga ochiladi. Ikkala eshigi o'ngga ochiladi, bitta mana tozalov eshigi chapga ochiladi. O'ng chap deganimizda mashlar nazarda tutayotgan bo'lamiz. Mashinasiga e'tibor berib qo'yasizlar. O'ng chapi bor. Buni ichidan ham mana hozir ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda ham bukilgan.
Bu to'siq qo'yilgan, to'siqni iyag'i ham mana bukilgan bo'ladi, ko'rdinglar? Kacholda maksimal mana maylari ham bukilgan. Kamera kirsa hozir ko'rsatamiz mana. Maksimal mana chak yo'q, mayog'ida ham xuddi shunaqa chak yo'q. Menimcha ko'rindi. Maksimal chakni ozaytiradi. Даже mana dimoxodlar ham bukilgan bo'ladi. Bukilganda chak ozayadi, sifat yaxshilanadi, xizmati uzoqlashadi. O'rtacha suv bilan tursa, kacholni yana tushuntirib o'tib ketaylik. Kachol suv bilan turganda 25 yil 30 yil xizmat qilaveradi. Ochiq sistema qilsangiz, расширитель tomga, 50 litr plastmassa bochka, 60 litrmi plastmassa bochka qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, sizga bosim bunaqa 06, 07 dalina bo'ladi, katta bo'lmaydi. Dalinani oshirmoqchi bo'lsangiz-chi, 100 litr qo'yib qo'yishingiz mumkin. Nasoslarga kelganda tanlashda adashmanglar, nasoslarni gapirib o'tib ketmayapmiz mana. Yaxshi bo'ldi, nasos esimga tushib ketdi. Nasos, qanaqa nasoslar qo'yish kerak? Nechi qo'yish kerak? Mana misol, bu kotyoldimi? Oldingiz 100 ga o'rnatdingiz deylik. 10 talik kotyol. Soatiga 1 tonna suv aylansa yetadi. Bunga oshiqcha suv aylanishi shart emas. Sirkulyatsionni nasos 25 ga 4 birinchi skorosi yetadi. Yoki 25 ga 6. Endi o'ta to'kingiz past bo'lsa, to'g'ri, ikkinchi skorosga qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi. Radiatorlarni mana montaj qilingandan keyin ko'pchilik qilmaydi ekan. Biz birorta shunaqa joylarga to'g'ri kelib qolamiz. Biladiganlar qiladi, bilmaydiganlar qilmaydi ekan. Radiator misol borana 50 metrga borib keldi, turbasi. Однотрубныйmi, двухтрубныйmi qizig'i yo'q. Oxirgisi ismayapti deb turib, nasosni 25 ga 8 qo'yib qo'yadi. Suvni 10 tonna suvda aylantiradigan qilib 3 skorosga qo'yib qo'yadi, yetib borish uchun. Lekin baribir boshdagida suv oson aylanib olaveradi. Shuning uchun boshini bilmaganlar uchun yana bitta life hack bo'lib qoladi. Boshda padalchalarni har bitta radiatorda qisib chiqish kerak. Hammasini qisib chiqish kerak. 4 dan 5 dan biriga qisib, ozgina suv o'tadigan qilib qo'yish kerak. Oxirigacha. Shunda sizga 25 ga 6 ham bemalol yetkazib olib borib kelaveradi suvni. Даже maksimal biz mana qilganlarimiz 75 metr turba 32 da borib, 75 metr qaytib kelgan. Двухтрубный sistema отопления qilib, полный uy mana P'da aylantirib chiqqanmiz, bemalol isigan. Bitta 25 ga 6 ikkinchi skorosda 150 kvadratlik kotelga o'rnatganmiz. Demoqchiman, katta nasos qo'yib olib, qiynalib, ham uyda egasi qimmat nasos olishga majbur qilib qo'yish shart emas. Shuning uchun 150 kvadratga 1,5 tonna suv aylansa yetadi soatiga. Bunga 1 tonna suv aylansa yetadi. 10 kilovatdan 1 tonna suv aylanadi. 150 kvadratlik kotelmi 1,5 tonna suv aylanishi kerak. 200 kvadratlik kotelmi 2 tonna soatiga suv aylanishi kerak. Yetadi, undan oshig'i kerak emas, o'rtoqlar. U degani nasos 25 ga 6 miz o'zi hech bo'lmaganda 200 kvadratgacha qo'yib qo'yaverasizlar. Bitta nasos aylantiraveradi, 200 kvadrat joyda isitaveradi. Endi to'g'ri, teplый pol ham отопление bo'lsa, to'g'ri, unda endi ikkita nasos qo'yishga majbur bo'lamiz. Iloji boricha unda chistotni olishga to'g'ri keladi. Chistotni olsak, 4 ta ekonom qilamiz. Оборотlarni ham o'zi past-baland qila oladi. Трехходовой обязательно qo'yish kerak bo'lib qoladi unda. Трехходовой qo'yganingizdan keyin pastdagi teplый pol ketadigan gradusda bemalol ligirovka qilaverasiz. Biraglarini to'g'ri 5 трехходовой haydab qo'yapti, unda уже odamning yuragini behuzuran qo'yadi u. Nima deysiz, gradus 60 gradus ayotaydan tursa o'ta baland u. Ham rasxod ko'p bo'ladi, ham yuragingiz behuzur qo'yadi. Shuni hisobiga pastga 35 menimcha yetadi komfort uchun. Ja istamalsiz bolani 40 da ham qaynatib yuboradi. Даже mana испытание qilib ko'rdik, mana 15 kilovatlik kotelga. Xo'p, birinchi skorosda ishladi. Где-то 40 gradusga qo'yib qo'ydik miyani. 40 ga chiqqanda o'chadi, 27 ga tushganda qayta ishlaydigan qilib qo'ydik. 13 gradus pasayganda. Bir sutkada 28 kilodan qozon ko'mir ishlatdi, 40 gradusda peshanadan suv oqadigan holat bo'lib ketdi. Demoqchiman, o'ta baland gradus kerak emas teplый polga nomoda. Nasos tanlashda hech qachon adashmanglar. 25 ga 6, 32 ga 6 maksimal mashlarga yetadi. 200 kvadratgacha qo'ysanglar bo'laveradi. Agar nomoda nasos tanlashda boshqada adashib qolsanglar, bemalol telefon qilsanglar, maslahat beraveramiz. Nimasi yo'q, kvadratlarni to'shni o'lchasanglar, xonalarni o'lchab turib. Xonani o'lchayotganda ko'pchilik kubasi ham kerakmi deydi. Yo'q, kubasini 3 metrdan oshmagan bo'lsa bo'laveradi. Bu yoq misol 4 ga 5 bo'lsa 20 kvadrat hisoblanaveradi. Pol o'lchanadi. Aslida polni hisoblab olsanglar bo'ldi. 4 ga 5 20 kvadrat. Misol
3,5 ga misol 5 bo'lib qoladi. 17,5 kvadratmi bo'ldi. Shu 17,5 kvadrat. Radiatorda ashunga 180 ko'p qo'ylar yetadi, istaveradi shuni. Endi nasosni katta qo'yib qo'ysa, nima bo'ladi degan yana ko'pincha savol bo'lyapti. Nasosni katta qo'yib qo'ysanglar, ko'mir rasxodida avtomatik 2 barobarga oshib ketadi. Misol, bir kuni shunaqa ish bo'lgan, o'zimiz tanish bitta ukamizga kotel berganmiz. Bir sutkada dedim 100 kilodan rasxod qilyapman aka dedi. Bo'lishi mumkin emas dedim. Desam, "Yo'q aka, shunaqa bo'lyapti" dedi. Endi montajni biz qilmadik, boshqa bolalar qilishuvdi. Bordim, ko'rdim. 25 ga 8 bitta nasos qo'yib turib, 3 qo'yib qo'ygan. Hamma radiatorga shunday haydaveraman deb turishini vaqt qo'yib ketgan. U ligirovka qilish degan narsa xayoliga ham kelmagan menimcha. Bo'pti dedimda, keyin men aytdim, "Men nasosini birga olib berdim. Birinchi ko'rsam pastda 3 tonna suv aylantiradi u. Men aytdim, "Nasosinglarni o'zgartirasizlar birinchidan" dedim. Ikkinchidan ligirovkani qildirmabsizlar dedim. Chiqib ketdim. Birga olib berib. Endi undan keyin rasxod ozaygandi, lekin shunda ham ko'p. 200 kvadratlik kotel, 170 kvadrat joy, 100 kilo rasxod o'ta ham ko'p bu o'rtoqlar. Unaqa joy maksimum 40-50 kilo atrofida to'xtash kerak, maksimum. Agar izolyatsiyasi zo'r uy bo'lsa, izolyatsiyalar hamma joyi zo'r bo'lsa, hech bo'lmaganda 35 kiloda to'xtaydi. Shuning uchun nasos qo'yishda xatolar bo'lmasligi kerak. To'g'ri, bo'ladi biror joylarda nasos katta talab bo'lib qoladi. Unda turbani kichkina qo'yib qo'ygan bo'lsa, 25 ta turba qo'yib qo'yib, montaj qilgan bo'lsa, tushib chiqishlar, burilishlar esa ko'payib ketsa to'g'ri, nasos kuchliroq qo'yishga to'g'ri kelib qoladigan joylar bo'ladi. Lekin to'g'ri aylangan sistemalarda katta nasos qo'yish shart emas. U ko'mir rasxodini yo gaz yaxshi gaz rasxodini ko'paytirishga sabab bo'lib qoladi. Shuni hisobiga mana shu narsalarni inobatga olinglar demoqchiman. Uy egasi bo'ladimi, yangi santexnik bo'ladimi, bu narsalar hisobga olishimiz kerak. Обязательно. Radiator qo'ydinglarmi, aylantirdinglarmi? Bitta boshda padachani obratga shart emas. Hech bo'lmasa padachalar qisib chiqish kerak. Hech bo'lmasa padachalar qisib qo'ysanglar, hammasiga teng taqsimlanadi. Kichkina nasos ham aylantirib qo'yaveradi. Shuning uchun agar qo'qqisdan joylarni bir hisob-kitob qilib, boshqa qilib, savollaringiz tug'ilib qolsa, bemalol beraverasizlar, telefonlarga javob berilaveradi, xudo xolasa. Inshaalloh yordam berishga harakat qilamiz har tomonlama. Kotellar keladigan bo'lsa, xudo xolasa kotellarimizni hozircha hamma turidan bor. Shineli dismi, vershniy, nijniy hamma kotelimizdan bor. Gazli kotelmi. Joylar kvadratlar adashmay to'shni aytsanglar, sizlar nima xohlayotganlaringizni bilsak, shunga qarab sizlarga kotel tavsiya qila olamiz. Qo'shnilarni injiligiga ham hisobga olamiz, hamma yoqda hisobga olib, sizga kotel tavsiya qilamiz. Ustanovkasiga keladigan bo'lsa, ustanovkalarga ham bolalar bor. Xudo xolasa borib qilib berishi mumkin, kelishib qolsak. Manzilinglarni aytasizlar, ko'ramiz, gaplashamiz. Uzoqroqda bo'lsanglar, chizmani tashlaysizlar, yaqinroqda bo'lsa borib hisob-kitob qilib berishadi. Ma'qul bo'lsa, montajlar bilan qilib beraveramiz. U samotok deysizlarmi, nasosniy sistema deysizlarmi, hammasini iloji bor. Qandaydir savollar endi qolib ketsa, mana bemalol endi kommentariyaga yozasizlarmi, savollarga bemalol berasizlarmi? Xudo xolasa hamma kotellarimiz zo'r ishlayapti, behijolat. Meni o'zim uyimda даже mashq kotel o'zim uyimda ham turibdi. 28 kilodan mana ko'mir rasxod qildi, Qozog'da. Agar Qirg'izda bo'lsa, uylar izolyatsiyasi yaxshi uchun. Qirg'izda bo'lganda agar menimcha 20 kilodan oshmay, men qirg'iz yaqib ko'raman deyapman. 20 kilodan menimcha oshmasa kerak. 1,5 sutka yonib beraveradi menga. 158 kvadrat tashqaridan, ichkaridan o'lchaganimizda 125 kvadrat ko'plab bor, 9 ta radiator bor menda. Demoqchiman, bemalol menga yetyapti. Joyingiz agar bitta eshikdan kirib, xonalarga bo'lingan bo'lsa, xudo xolasa rasxodingiz ancha oz bo'ladi. Endi har bitta xonaning eshigi tashqaridan kiradigan bo'lsa, rasxod ko'payadi, iloji yo'q uni. U tomondan hisobga olasizlar. Padacha tomni izolyatsiyasini, pastdan shabada urishlarni iloji boricha yo'q qilsanglar, sizlarga oson bo'ladi. Endi like, podpiskalar esdan chiqmasin. Kommentariyalar bemalol yozaverasizlar. Hammanglarga xayr. Qishda xudo xolasa hammanglar qiynalmay qishlaylar.